Hammaga salom. Bugun birinchi blokimizni oxirgi darsi, ya'ni bugun 6-dars va bundan keyin ikkinchi blokka o'tamiz. Ikkinchi blokda biroz chuqurroq tahlil qilamiz va o'tilgan mavzularda ko'proq обработка, ya'ni grafikda ko'rib chiqamiz. Ko'proq real vaqtda bo'ladi va yana retestlar ham qilamiz, ya'ni replay qilishimiz mumkin yoki back test qilamiz. Xo'p, bugun oxirgi dars, 6-dars, birinchi blokda. Xo'p, nima bo'ladi bunda? Birinchi darsdan 5-darsgacha bo'lgan mavzular bor. Hammasini ko'rib chiqqan bo'lsangiz, ana o'sha hamma mavzular bu strategiya desak, instrument yoki qurol, arsenal. Endi biz e, damoshka qilishni o'rganamiz. Ya'ni 6-darsimiz hamma instrumentlarni qo'shib, o'tilgan mavzularga qo'shib hammasini qanday tahlil qilish, ya'ni bozorda o'qish haqida tushunamiz. Birorta instrument tanlab olamiz. Давайте neftdan boshlaymiz. Bir necha instrument ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda daily time frame, kunlik time frame. Bizda hozir neft, Brent oil. Demak, boshladik darsni. Hozirgi narximiz $66. Shu narxga bo'lgan eng aktualniy уровеньlarni topishimiz kerak. Ya'ni tanlab olamiz aktualniy уровеньlar. Eng yaqin уровеньlar va aktual. Tepada ham уровень bor mana bu joyda $131, lekin bu bizga kerak emas. Nimaga kerak emas? Chunki aktual emas. Bunga hali beri chiqishi hali ancha bor. Demak, globalniy уровеньlar tortib oldik. Birinchisi bitta tortdik mana va yana yaqinrog'ini tortamiz. Tak. Mana bu ikkita. Xo'p, belgilab o'tamiz hammasini. Nimaga buni tortdik? Birinchidan, bunda ko'p retestlar bo'lgan va buni tarixiy joyi ko'p. Tak. Demak, biz уровеньimiz qancha ko'p retest bo'lgan bo'lsa, shuncha kuchli bo'ladi уровень. Bu globalnisini tortib oldik dailyda. Va yana bitta уровень bor. Bizni eng kam narximiz, ya'ni low narxi. Low narxi. Buni biroz jирный qilamiz. Demak, mana shu 3ta уровень hozircha bizda globalniy уровеньlar deyiladi. Ya'ni bu katta уровеньlar, kuchli уровеньlar hisoblanadi. Va biz shundan kelib chiqamiz. Endi 4 soatlik o'tib, lokalniy уровеньlar topib chiqamiz. 4 soatligiga o'tamiz. Maslahat beraman, shu barda ishlash ko'proq. Yaponskiy svechi, ya'ni svechalarda ham yaxshi. Bu boshlang'ich darajada bo'lsangiz, shunda qiling ko'proq. Agar tajribangiz biroz bo'lsa yoki boshlanishidan, ya'ni sohaga yeni kirgan bo'lsangiz ham oddiy barlar bilan ko'proq ko'rishni maslahat qilaman. Bilmadim, menga bu juda ham qulay. Hamma grafik nima deydi, modellarda shunda ishlasa bo'ladi, bemalol ko'rib chiqsa bo'ladi. Xo'p, bizda 4 soatlik time frame. Endi biz lokalniy уровеньlar tortib chiqamiz. Bu biroz узкийroq qilamiz. Tak. Mana bizda ikkita lokalniy уровень bor. Ko'ryapsizmi, hozir bizda faqat уровень tortish jarayoni. Ya'ni biz aktual уровеньlar tortib kelyapmiz. Mana bu yer. Xolos siz rangini o'zgartiring. Men faqat jирный qildim. Qora va jирныйroq bo'ldi. Va lokalniylari mana biroz tonkiyroq tortib ketyapman. Endi xoh H4 dan o'zida ishlasangiz bo'ladi yoki H1 da ishlasangiz bo'ladi, yana boshqa instrumentlarni, ya'ni qo'shishda o'zingiz arsenalingizdan. Masalan, bizda arsenallar bor, energiya bo'yicha arsenal bor, Fibonacci bor. Ana o'shalarni qo'shib ketamiz. Endi yana dailyga qaytamiz. Dailyga qaytib, biz trendni topib olamiz. Liniya tortish shart emas. Agar vaqtingiz nima deydi, ko'p trenoka qilgan bo'lsangiz, liniya tortish shart emas. Lekin buni har xil inson ko'rishi mumkin. Misol, liniya tortdim. Bu trend liniyasi.
Demak, trend liniyasi bizda short trend, ya'ni e, trendimiz ya'ni pastga qarab ketyapti. Bu endi globalni tortib oldik. Soddaga tushamiz. Siz qaysi turda ham olsangiz bo'ladi, bir soatda ham olsangiz bo'ladi. Bu yerda endi imенно shu joyni o'zida yana bir trend topib olamiz. Trendimiz yana bizda down trend, ya'ni sellga ketyapti. Mana bu joydan ham olsak bo'ladi endi. Shuni o'zidan ham ko'rsak bo'ladi. Hozircha mana bu joyda. Bunaqangi уровень tortish usuli ham bor. Buni yana hozir eslab olay. Bir nomi bor edi bunaqa. Ya'ni daily tortasiz, H4, keyin H1 ga tortib o'tib, shunaqa usuli bor edi, отдельный, shunga qaraladi. Bizda hozir uncha muhim emas bu. Biz asosiy mana lokalniy trend aniqlab oldik. Ya'ni bizda hozir short ketyapti. Endi biz mana shu joydan harakat qilamiz. Har xil o'zimiz arsenalni o'rgangan bilimlarimizni ishlatishga. Xo'p, именно mana bu joyda misol uchun trend biroz o'zgargandek o'xshayapti, chunki bizda ikkita nuqta birlashdi. Demak, bizda trend hosil bo'ldi. Tepada ham bizda trend bor, ya'ni bu holat biroz qiyinroq holat degani. Biz birinchi o'rganganimiz, ya'ni energiyani qidiramiz. Energiya bormi bu joyda? Chunki ko'rinmayapti. Energiya yo'q. Biroz agar tajribangiz bo'lsa, energiyalarni ko'p ishlagan bo'lsangiz, mana shuni o'zi bir energiya deb olsak bo'ladi mana. Katta qilib. Va mana bu pastga tushib tepaga qaytganim bu o'sha ложный пробой deyiladi. Ложный пробой bo'lgan, lekin bu biroz уже qiyinroq modellar. Shuning uchun o'chiraman. Mana buni o'zi energiya deb olamiz, lekin siz tushungan yoki men o'tgan darslardan bilgan energiya emas bu. Ya'ni biz eng osoni yoki eng tozasini qidiramiz. Energiya hozir yo'q. Biz mana bu joyda olishimiz mumkin. Tipa energiya hosil bo'layotgandek mana tuyulyapti. Biz bunaqa qilib belgilab qo'yamiz. Demak, ssenariy tayyorlaymiz endi. Ya'ni bozorda bugun nima deydi, bozorga kirish uchun ssenariy tayyorlaymiz. Birinchi variantimiz mana shu energiya hosil bo'lishi. Demak, shu energiya hosil bo'ldi. Birinchi ideyamiz bizni mana shu уровеньdan long ishlash. Ikkinchi bizni ssenariy, ya'ni shu уровень yorib o'tib va qaytib kelgandan keyin ishlash. Ya'ni откатdan пробой deyiladi. Buni ham o'tganmiz, o'sha darsliklari bor buni ham. Mana shu ikkinchi model, bu faqat proboyga. Endi bir qiziq holatini sizlarga tushuntiraman. Mana bu bizda уровень turibdi mana. Qora 68 da bu globalniy уровень turibdi. Va bizda hozir ham yana уровень bor, lokalniy уровень $67. Mana shunaqangi holatda men tavsiya qilmayman umuman ishlashni proboyga. Ya'ni bizda hozir mana bu bozor yopiq hozir, bozor agar ochilsa va mana bu joyda yig'ilsa, likvidnost, energiya yig'ilsa, biz o'tganmizki-da, proboy bo'ladi deb o'tganmiz. Именно bunaqangi holatlarda men tavsiya qilmayman ishlashni. Xo'p, qayerdan biz proboy ishlashimiz mumkin? Mana shu уровеньdan bu yog'iga ishlashimiz mumkin. Demak, mana bu orasini umuman savdo qilinmaydi. Bu juda ham xavfli. Sizda lokalniy уровень bor, u juda ham yaqin globalniy уровеньga. Va trendga ham trendi nima deydi, buni qaytib ketishi mumkin. O'shaning uchun endi korreksiya qilamiz, ya'ni biz o'rgangan shu hamma bilimlarimizni korrektirovka qilib ketamiz. Bularni yana darsda ko'rib chiqamiz keyinchalik. Hozircha tushunish uchun, ya'ni bozorga kirib kamroq risk qilib yoki nima deydi, katta talafotlarsiz ishlashimiz uchun mana shu narsadan foydalanamiz. Mana shu уровеньdan, ya'ni global уровеньdan yuqorisiga bo'lsa-da, yuqorisi ketsa, narx keyinda probo ishlasak bo'ladi longga. Demakki, mana bu bizni lokalniy уровеньimiz bizga ko'proq shu отбой model yoki откат modellarini berishi mumkin. Shundan biz ko'rib chiqamiz. Endi ko'ryapsizki, ikkita bizda proboy ideyamiz bor edi, ssenariy bor edi va bu juda ham xavfli ekan. Nimaga? 68 dan agar tepasi ketsa keyin ishlaydi. Demak, keyingi modelni qaraymiz, nima qilamiz bu safar? Keyingi modelimiz bizda bu Fibonacci bo'ladi. Eng yaqin bizda low'ni olamiz. Tak, sorry. Eng low'ni olamiz va shu hayga tortib kelamiz. Endi bu shu mana shu joydan ko'ramiz endi ishlashni. Tak. Mana bu joyda narxlari bor.
Qarang, 38 narxi, ya'ni liniyasi mana 0,38, 65 u 78 ekan. Siz shunaqangi qo'yingki, har doim spreadni hisobini qiling. 2 punkt, 2 punkt, 3 punkt teparoqda bo'lsin. 78 ekan, biz 81 ga qo'ysak bo'ladi. Bu 80 ham okey. 80. Va mana 80 ga qo'ydik. Keyingisi 0,50, 65 u 28 ekan. Buni ham ozroq tepaga qo'yamiz. Keyingisi 0,61. Demak, buni ham biroz teparoqqa. Ya'ni har doim biz 2 punkt, 3 punkt razlitsa olishimiz kerak uровеньda. Buni ham oldik. Xo'p, bizga bu nima beradi endi? Ya'ni mana shu belgilab qo'ygan уровеньlarim bizga long, ya'ni buy limitga qo'yishimiz uchun kerak. Biz shulardan demak buyga kirsak bo'ladi degani. Bu hozircha bu ssenariyni ko'rib chiqamiz. Ya'ni long ssenariylarini qayerga ketishini. Xo'p, nimaga buy? Bir ko'ringchi nimaga uchun men buy ko'ryapman bu yerda. Fibonacci'da olaman. Va shularda men buy ko'raman. Xo'p, nimaga men buy ko'raman? Bizda mana bu trend boshlangan harakati, ya'ni ikkita nuqta birlashdi. Bu lokalniy trendni hosil qildi-da, biroz tepaga ketishi mumkin. Lekin bizda globalniy baribir sho'rga qarab ketyapti. Ancha yildan beri demak narxi, neft narxi kamayib ketyapti. Xo'p, mana shu o'zi Fibonacci instrumentini ko'rgan bo'lsangiz, damashq qilgan bo'lsangiz, darslarda ham aytib o'tganman, ko'p holatda ishlab beradi-da. Bu juda ham yaxshi instrument. Zo'r tahlil qilasiz va yaxshi o'zini ko'rsatib beradi real savdoda. Bu holatda bizda поддержка shu bo'ladi, ya'ni trend, lokalniy trend uptrendni boshlagani va mana bu joydan bizda ikkita уровень bir-biriga yaqinligi va shu zonadan, ya'ni mana shu zonadan откат modeli bo'lishi mumkin. Откат modeli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz pastroqdan tusha olsak bo'ladi longda. Va Fibonacci'da именно bu holatda bitta kolenka ishlaysiz xolos. Ya'ni bitta shu zonani ishlab olasiz xolos, shu tavsiya qilaman. Ushlab tursa bo'lardi. Bu instrumentimiz yangilik, juda bunaqa sezuvchan, hushyor bo'lish kerak bunda. Ну, tinchrog'i shu, bitta kolenkani ishlaysiz, bitta tekni olasiz, bo'ldi. Ushlab turishingiz shart emas uzoqqa cho'l. Agar tajribangiz bo'lsa va o'zingiz savdo qilayotgan bo'lsangiz, bemalol ushlab turishingiz bo'ladi, kattaroq foyda olish uchun. Bizda mana shu instrumentga mana tahlil. Bizda neft hamma o'tilgan darslarni siz qo'lladik. Bu bitta primer, bitta ssenariy. Bizda bitta o'xshamagani hozircha menimcha energiya bo'lyapti. Ya'ni energiya yaxshi hosil qilgani yo'q. Qolgan biz o'rgangan arsenaldan foydalanib mana bir tahlil qildik. Bu shu ssenariy tayyorlash deyiladi. Va siz har doim damashqa qilayotganingizda, va damashqa nimaligini aytib o'taman. Damashqa bu shunaqaki, odatda bozor yopiqligida qilinadi. Misol uchun haftalik damashqani siz обязательно qilishingiz kerak. Bu shanba yoki yakshanba kuni bo'ladi. Damashqa deganda shu o'zingizga qiziqqan instrumentlarni olib, hammasini shunaqa qilib tahlil qilib chiqasiz. Hammasini tahlil qilib, keyingi haftaga tayyorgarlik ko'rib chiqasiz ssenariylar qilib va o'sha bozor ochilgandan keyin kuzatasiz. Ya'ni sizda real ishlashingiz shart emas, faqatgina shu ideyalangiz o'xshashi, ishlayverishi bilan hammasini kuzatasiz xolos. Boshqa narsa kerak emas boshlanishiga. Biz boshqa instrumentni ko'ramiz hozir. Hop, bizda USD cut, daily time frame, kunlik time frame ko'rib chiqamiz. Tak, kunlik time frame'da уровеньlar tortib olamiz. Mana уровень tortdik. Xo'p, biz hozirgi narxga juda ham mana yaqin va aktual. Bu kunlik time frame'da tortdik. Endi hash turib o'tamiz. Lokalniy уровень tortamiz endi. Xo'p, lokalniy уровень tortamiz.
Bizga eng yaqin уровеньlar. Так. Hop, 100 diqqat. Juda qiziq holat. Tortdik. Hop, bizda harakat boshlangan, ya'ni down trend boshlangan. Down trend, ya'ni pastga harakat boshlangan. Tak. Va juda chiroyli holat, 100 katta, Kanada dollarida juda yaxshi holat. Mana bu narsani o'zi ko'rsangiz, energiya hosil qilyapti bozorda. Ya'ni bu bir energiyaning ko'rinishi. Orada mana bu agar bo'lganda chiroyli bo'lardi. Keyin biz keyingisi tepaga yorib o'tgan, biroz tepaga va yana tushib, narxi volatilность, ya'ni bozorda harakati kamayib qolgan. Bu 4 soatlik juda ham kamayib qolgan. Bu yaxshi signal bizga, proboyga, ya'ni mana shu уровеньni proboy qilishiga juda yaxshi signal. Va e'tibor bering, mana bu joyda hech narsa yo'q, hech qanaqangi уровень yo'q. Уровеньlar bor faqat uzoq vaqtda. Bu 1 yil oldingi. Именно shu holati chiroyli hisoblanadi. Ya'ni mana shu holatda proboyga kutsangiz bo'ladi. Va rezki ssenariy topamiz hozir. Birinchi ssenariy qilamiz. Xo'p, birinchi ssenariyimiz qanaqa? Bizda mana bu уровень bor va qarang, mana shu уровеньdan lyuft hisoblaymiz. Ya'ni spreadni hisoblab 2 punkt, 3 punkt pastroqqa kiramiz. Ya'ni sell stop qo'yiladi mana shu joyga. Bu birinchi ssenariy. Bozor agar dushanba kuni ochilib riskga tushib ketishi mumkin. Bu birinchi ssenariysi, ya'ni proboy bo'ladi. Mana shu impuls tashlab, shu impulsni olishimiz kerak. Bu birinchi ssenariy. Ikkinchi ssenariy xuddi shunaqa yana yorib o'tadi, orqaga qaytadi va mana shu joyda yana kutib olamiz. Endi sell limit bilan, ya'ni limitga o'rtadi bilan kutib olamiz. Ikkita ssenariyimiz bor proboyga bizni. Ikkinchi kirishi, mana bu birinchi kirishi. Ikkita ssenariy bor. Proboy uchun. Endi uchinchi ssenariydan ko'rib chiqamiz. Bu endi Fibonacci yordamida bizda demak downtrend Fibonacci chizamiz. Tepadan pastga, tepadan pastga. Va avval mana buni ko'rib chiqishda men maslahat berardim. Ya'ni mana bu o'sgan barimiz bor. Qarang, 38 ga kelmaganda bu. 38 ga yaqinlashgan, lekin kelmagan. Demak, hali ham aktual degani Fibonacci'miz. Buni biroz cho'zamizda Fibonacci'da va mana shu 38 da kutib olamiz birinchi bizni orderimizni. Birinchi orderimizni kutib olamiz. Tak. Punktdir. Qolganlarni ham belgilab qo'yaman. Har ehtimolga qarshi. Endi Fibonacci'ni o'chiramiz. Va mana bizda уровеньlar hosil bo'ldi. Demak, mana shu joylardan biz sellga ishlasak bo'ladi. Sell limitga qo'yib. Qarang, mana buni global уровень bilan bir kelib qolgan. Demak, orasi juda ham yaxshi. Mana bu уровень kuchli degani. Demak, biz qo'rqmasdan mana shu joydan strong sell deydi, ya'ni kuchli sell ishlasak bo'ladi mana shu zonadan. Tak, mana belgilab chiqdik hammasini. Xo'p, endi nima qilamiz? Kutamiz. Bizda 1-2 ssenariy tayyor va 3 ssenariy qanday bo'ladi? 3 ssenariysi bozor ochiladida narx tepaga ketishi mumkin. Mana shu kelganda birinchi 38 ni ochamizda. Xo'p, 38 ni ochgandan keyin qayergacha ushlab turamiz? Bu yaxshi joyda kirib oldingiz va mana bu proboyni olish kerak, ya'ni shu уровеньlarni yorib o'tish kerak. 1 va 2 ssenariy ishlamadimi? Mana bu 3-chi ssenariyda biz endi ko'proq ushlab turishimiz mumkin. Ya'ni 1 ga 4, 1 ga 5 ishlashingiz mumkin bemalol risk соотношенияsi bilan. 38 da mana kirasangiz agar sell limitga ishlasa. Bu birinchi tek, ya'ni 1 ga 4 ushlashingiz ham bo'ladi. 1 ga 3, masalan, eng kamida 1 ga 3, 1 ga 4, 1 ga 5 ham olsa bo'ladi. Bu birinchi varianti, ya'ni 3-chi ssenariysi. 4-chi ssenariy xuddi mana yana shunaqa kirasizda, lekin faqat mana shu уровеньgacha ushlaysiz. Bu 4-chi ssenariy. Endi 5-chi ssenariy qanday bo'ladi? Narx keladi, oladi, lekin tushmaydi. Biroz pastroqqa tashlab, keyin yana o'sishda davom etadi. Ya'ni bu yoqqa keladi 0.50 ga. Endi mana shu joyda bizda keyingi qadamlarimiz hushyorlik bilan ishlashimiz kerak. Ya'ni 0.50 ga kelsa, sizda mana bu joyda order ochilgan уже. Sizda bitta order bor.
Endi sizni keyingi kirayotgan orderingizni teki mana shu joyda bo'ladi. Siz pastga ushlab turishingiz shart emas. Bu xavfli bo'ladi. Ras bu yerdan tepaga qarab harakat qilib yubordimi, shuncha harakat qildi. Demak, bu dashi ketishi ehtimoli katta lomga. O'shaning uchun riskni oshirmaysizda. Mana bu joyda chiqib ketaverasiz. Demak, siz mana bu joyda kirasiz. Ikkinchi orderda sizda mana birinchi order bo'lgan. Mana shu tekini olib chiqib ketasiz. Xo'p, agar bunda ham o'xshamasa-chi, endi dash tepaga ketsa-chi, endi xuddi shuni qaytarasiz endi. 0.60 dan kirasiz, 0.61 dan kirib turib, mana bu joyda kiriladi. Teki mana bu joyda bo'ladi. Pastda tekda chiqib ketasiz. Va oxirgi bizni kutib oladigan joyimiz mana bu bo'ladi. Teki yana xuddi shunda bo'ladi. Teki. Lekin bu oxirgi biz orderimizni o'zi ehtimoli juda ham katta, ya'ni sell ketishi juda ham qiyin bu narsa. Ya'ni tekis o'sib ketishi qiyin mana shu joygacha. Orada qayerdadir tashib beradi va tek olib chiqib ketasiz tezda. Agar birinchi 3 ta orderingizni ham yorib o'tgan bo'lsa, demak to'rtinchisi ehtimoli juda ham yuqori yana pastga tushib ketishini. Mana bizda ssenariylar. Nechta ssenariy bo'ldi? 1, 2, 3, qaytsa 4, 5, mana bu 6, 7 ta ssenariy mana tayyor. Demak, bizda 7 ta ideya bor. O'zi damashqamizda, ya'ni keyingi haftaga 7 ta ideyamiz bor. Qaysidiri o'xshab beradi baribir. Qaysingadir tushadi. Hech qachon bozorda narx shuni qolib ketmaydi. Agar bozor yaxshi bo'lib bersa va hech qanaqangi bayram bo'lmasa, baribir движение boshlanadi yo tepaga yoki pastga. Pastga bo'lsa probой bo'lishi mumkin yoki откатdan probой qilasiz. Agar tepaga ketsa, mana bundan kutib olasiz Fibonacci bilan 18 dan birinchisini. Yoki yana tepaga ketsa, ko'ryapsizmi? Har bir qadamiga bizda ssenariy tayyor oldindan. 6-darsda mazmuni shu edi. Hamma o'tilgan darslarda sizda уже arsenal paydo bo'ldi, ya'ni qurolingiz borda va o'sha qurol bilan bozorga уже damashqa qilib, damashqa ya'ni ssenariy tayyorlab, keyingi haftaga tayyorlanish. Damashqani ikki xili bor, ya'ni haftalik bor va kunlik bor. Kunda O'zbekiston vaqti 12 dan keyin, balki 1 dan keyin bo'lishi mumkin. Endi ko'pchilik uxlaydi bu paytda, to'g'ri tushunaman, damashqa qilish ehtimoli qiyin. Ko'proq shanba-yakshanba kuni maslahat beraman damashqa qilishdan. Haftalik damashqa qilishga. Bir hafta uchun. Bizda USD kartada va kimdir so'ragandi buni. Mana bu keyingi haftaga damashqa USD kart uchun. Hop. Qolgan instrumentni ham ko'rib chiqing o'zingiz, tahlil qiling va bozorni kuzating. Va mexanizmni o'rganing bozorda qanday harakat qilishini. Har doim ssenariy bilan ishlang. Mana xuddi shunaqangi ssenariy tuzib, bozorni kuzating. Avvaliga bitta ikkita instrumentni ko'ring, keyinchalik ko'paytiring. 6-darsimiz shu edi. Birinchi blok yakuniga yetdi. Endi ikkinchi blokda nimalar bo'ladi? Ikkinchi blokda mana shu olgan bilimlarimizni chuqurroq tahlil qilamiz yana, ya'ni instrumentlar ko'rib chiqiladi, damashqalarga qo'shamizda va yana boshqa bir yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni boshqa instrumentlar, fundamentalka bo'lishi mumkin, ozroq fundamentalka va bir nechta indikatorlar. Men o'z indikatorda ishlatmayman, lekin ularni ham qo'shsak bo'ladi umumiy tahlil uchun. Va biz har doim mana shunaqangi compound deydi, compound technical analysis, ya'ni hammasini qo'shgan holatda analiz qilish. 1dan 5gacha darsda ko'rdingiz, mana hozir 6-darsda hammasini qo'shib analiz qilyapmiz. Va yana shunaqangi analiz turlari qo'shib boriladi. Endi bu faqat ikkinchi blokda bo'ladi. U biroz qiyinroq bo'ladi, chuqurroq bo'ladi va o'shaning uchun yaxshilab o'zlashtiring. Shu darslarni damashqa qiling. Hammaga rahmat.